Eslatma. Bu videoni 2 yoshdan kichiklar yoki 90 yoshdan kattalar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Assalomu alaykum. Menga sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Videoni obloshkasidan bilgan bo'lsangiz kerak. Bugungi videomizda siz qanaqa qilib mana bunaqa 416 ni tekinga olishdi, garajda eshigini ochmasdan ichiga kirib olishdi, 5 kilometrdan odam urishdi va PUBG'da o'zbekcha musiqani qo'yishdi. Birgalikda bugungi videomizdan bilib olasiz. Shu fursatdan foydalanib bir narsani aytib qo'yay bolalar. Hammaga kattakon rahmat. Biz 8000 ta obunachi yig'dik. Endi keyingi maqsadimiz, keyingi niyatimiz 10000 ta obunachi yig'ish. Sizlar shu uchun yordam berib juda ham xursand bo'lardim. Atiga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz tezroq 10000 ta podpischik yig'ar edik. Keyin sizlar bosgan like biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Aytgancha bir narsa esingizdan chiqmasin. Bizda videomiz sizga yanada foydali bo'lishi uchun har bitta videomizga 260 yusuf qo'yamiz. Uni yutib olish juda ham oson. Kanalga obuna bo'lasiz, shu videoga like bosasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videomizda 260 yusuf g'oliblarini aniqlab olamiz. O'tgan videomizda ham 260 yusuf qo'yilgan edi. U g'oliblarni videomizda oxirida aniqlab olamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun kattakon rahmat. Yaxshiroq joylashgan bo'lsangiz, unda biz videoni boshladik. Bola 5 minut vaqtingizni olaman. Tidimni zo'r o'ynaydigan yoki tidim turnirlarga qiziqadiganlar uchun biz Telegram kanalimizga tidim turnirni boshlab yubordik. Tidim turnirga slot juda ham arzon, slot narxi 5000 so'm, priz puli 55000 so'm. To'g'ri, priz uncha katta emas, chunki bu bizda birinchi tidim turnirimiz bo'lganligi uchun hozircha shundan boshlab turibmiz. Xudo xolasa keyingi tidim turnirlarda yoki klassik turnirlarda kattaroq sovg'alar qo'yib boshlaymiz. Aytganimdek, slot narxi juda ham arzon, 5000 so'm. Tidimga qiziqmoqchi yoki tidim turnirlarda o'ynab yurib, opitlarni kuchaytirib yuradigan bolalar, biz sizlarni tidim turnirimizga kutib qolamiz. Ko'proq ma'lumot Telegram kanalimizga, Telegram kanalimiz silkasini opsiyadan yoki kommentariyadan yoki mana bu tepaga ko'rsatib qo'yilgan yozuvlarni yozsanglar, Telegram kanalimiz chiqib keladi. Ko'proq ma'lumotni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Aytgancha Telegram kanalimizga konkurs ham bo'lyapti. Videomiz juda ham cho'zilib ketdi. Gapni qisqa qilaman. Tidim turnirda hammalarni kutib qolaman. Yaxshiroq joylashib olinglar. Men videoni boshladim. Mana shunaqa videolar juda ham trendga chiqib ketdi. Birinchi lifehack videomiz, lifehack ham bo'lmaydi. Bir kun o'zida 10 kishi, 15 kishi tashadi. Xo'sh, eventdan chiqib ketguncha mana shunaqa bitta granat tashib ketsanglar, juda ham uzoqdan o'ldirgan bo'lar ekansizlar. Qani ketdi sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana bolalar, videoni olish uchun eventga ham tushib oldik. Esinglarda bo'lsa, bunaqa video ancha avval Aladdinni eventida bor edi, bilsanglar, uchar gilamlar bo'lar edi. Xo'sh, o'shanda eventdan chiqib ketgancha mana shunaqa granata yoki molik tashlab ketsanglar, odam o'lsa, mana shuni samolyotdan tushganinglardan keyin juda ham uzoq ko'rsardim mana kilchatni yoniga. Hozir ham shunaqa eventga qilib ko'rsak, shunaqa bo'lar ekan. Xo'sh, mana molikni tashlab ketdik. Xo'sh, chiqamiz. Voy. 5686 metr. Bunaqa lifehacklar bizga umuman foydasi tegmaydi. Faqat bir xil insonlarga tegadi. U ham bo'lsa, mana troll face bilan edit qiladiganlar yoki mana shunaqa TikTokerlarga juda ham foydasi tegadi kontent qilishga. Biz ham qildik, bizda ham o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham 1000% o'xshaydi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Ikkinchi videomizga keladigan bo'lsak, yaxshilab ko'rib olinglar. Men bir boshdan tushuntirib o'taman. Mana bunaqa 416 ni tekinga olish bagimi, lifehack ekan. Xo'sh, bu 416 nomini bilmayman. Bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. PUBG'ni poddershkasiga kirdi va yozish joyiga inglizchalab mana shu narsani yozdi. Tak yubordi. Ko'rishinglar mumkin, PUBG'ni nimadirlar yozdi, PUBG'dan chiqib ketdi va hozir yana qaytib kiradi. PUBG'ga kirdida, endi pochtasini tekshiryapti. PUBG Mobile unga 416 ni bergan. Ketdi sinab ko'ramiz. Mana bolalar, videoda ko'rsatilgan nima deb yozishlarni hammasini bilib oldim. Hozir ko'rsataman sizlarga ham nima deb yozishdi. Xo'sh, agar unda ham bila olmasanglar, Telegram kanaliga kirsanglar, mana shunday tashab qo'yaman, copyright qilib yozsanglar bo'ladi. Mana PUBG'ni poddershkasiga kirdik va mana shu pastga kirib olamiz. Xo'sh, mana shu joyga xuddi mana shu so'zlarni yozamiz. Buni copyright qilib yozmoqchi bo'lganlar Telegram kanalingizga kirsanglar, tashlab qo'yganman. Xo'sh, bitta bosamiz. Hello PUBG want. Короче, men ingliz tilini bilmayman bo'ldi. U ham nimadirlar yozyapti. Xo'sh, kutamiz. Xo'sh, nimalardir deb yozyapti. Chiqamiz, PUBG'dan chiqib ketamiz. PUBG'ni o'chirib, hozir yana PUBG'ni boshidan kiramiz. Va kirib, pochtani tekshiramiz, qani bizga o'shanaqa 416 ni
nima edi nomi bolalar bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Umuman topolmadim, shuncha o'ylab nomini. Tak. PUBG'ga yana kirib olamiz. Bu videoning o'xshashi 60 ga 40%, o'xshashligiga 40%, o'xshamasligiga 60%. Chunki biz podдержкаga yozamiz, bersa berib qoladi, bo'lmasa bermaydi. Bunaqa qilib content makerlar, ya'ni PUBG Mobile bilan shartnomasi bor odamlar shunaqa qilib yozsa berishi mumkin. Bizga umuman bermaydi bolalar. Qani, qilib ko'ramiz sizlar uchun. Xo'sh, endi pochtaga kiramiz. Xabarlarga bitta bo'lsangiz, qizil bo'lib turibdi. PUBG ham mana senga dedi bolalar. Bizga mana shu lednigimiz ham bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, bizga umuman hech narsa bermagan. Xo'sh, mana ko'rdinglar, sinadik. Sizlar ham sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, nima yozish kerakligini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. O'shandan o'tib copyright qilib yozsanglar bo'ladi. Endi biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 3-bag videomiz garajning ichiga eshigini ochmasam velosiped orqali kirib olsa bo'lar ekan. Ya'ni ko'rishlar mumkin, mana shunaqa qilib ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana biz velosipedni oldik va garajning ichiga kirib olganmiz. Xo'sh, bizda birinchi urinish qani o'xshaydimi, yo'qmi? Agar o'xshasa vashi bomba bo'ladi. Orqasiga o'tiramiz. Qani chiqishni bosamiz. Yo'q. Birinchi urinishimiz o'xshamadi, lekin juda ham yaqin qoldi kirib qolishga. Xo'sh, endi ikkinchi urinishimiz. Esinglardan chiqmasin bolalar, velosiped kerak. Velosiped bilan mana shu eshikni to'g'risiga turib olasizlar va sakrab, mana shunday sakragan payt, tushgan payt orqasiga o'tirasizlar. Orqasiga o'tirib, oldiga o'tirishni bosib, keyin chiqishni bossanglar kirib qolish kerak edi. Ikkinchi urinishimiz ham o'xshamadi. Tak, endi 3-urinish, oldiga o'tiramiz. Qani, endi o'xshasa kerak. Qani chiqishni bosamiz. Ko'ryapsan bolalar? 3-urinishimizda o'xshadi bizda. Voy. Hech qanaqa eshikni ochmasdan garajning ichiga kirib oldik. Vashi bomba lifehack bolalar. Lifehack emas, bug bu. Sinab ko'ringlar, bizda 3-urinishimizda o'xshadi, sizlarda nechinchi urinishda o'xshaydi? Bilmadim-ku, lekin qilib ko'ringlar. O'xshasa, albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Hozir mashina yo'q, chunki nimaga? Odam keladi, odam kelib mashina tanlagandan keyin mashinaning o'zi paydo bo'lib qoladi. Hozir men lobbi ochilgan, ikkita odam bor. Sherigim qayerda yuribdi bilmayman. Tak kelib tanlasa edi, hozir mashina tushishini ham ko'rar edik. Bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. O'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Vashi bomba. Xo'sh, video ham olinayotgan ekan. Agar video olinmayotgan bo'lsa edi, vashi rasvo bo'lardi shuncha harakatimiz. O'xshadi. Yana nima deyib bolalar, bitta qilib ko'ringlar, vashi bomba ekan. Esinglardan chiqmasin, bunaqa baglarga PUBG Mobile ban bermaydi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Endi PUBG Mobile'da o'zbekcha musiqalar eshitsak bo'ladi. Tomonga suramiz, musiqa knopkasini bosamiz, nastroyka knopkasini bosamiz va mana shu yerdan o'zimizga yoqqan musiqalarni tanlab olamiz. O'zbekcha musiqani esa bahor banketi sabitiyasidan 100 dona kulcha evaziga tekinga olishinglar mumkin. Videoni ko'rdinglar bolalar. Bu bratga ham katta rahmat ma'lumot uchun. Keyin menga tashlab bergan bir 5-6 kishi tashlab berdi kamida. Ularga ham katta rahmat. Sabitiga kirasizlar, pastroqqa tushsanglar, mana shunaqa sabitga qo'shilgan. Kirsanglar, haqiqatan ham bor ekan. Xo'sh, men bir burchakda nastroyka bossanglar, 200 taga Shokir Dimni kimdirda musiqasi bor ekan. Shuni olib qo'ysanglar, keyin qatdan qo'yishni hozir o'rgataman videodagidek. Xo'sh, chiqasizlar, yonga surasizlar. Yonga surganingizdan keyin burchakda musiqa tanlash degan joy bor. Bosasizlar va tepadan nastroykaga bosasizlar. Mana shu qo'shiqlarni tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Menda monetka yog'ida Shokirda ololmagan edim. Xo'sh, bitta qo'shiq qo'ydim men, eshitilmayapti. Eshitilmayotgani uchun audioga kirasizlar va fon musiqasini yoqib qo'yasizlar. Mana bu qo'shiqni eshitinglar endi bolalar. Agar men PUBG Mobile razraботчики bo'lganimda, men qo'shiqda Shokir Dimni emas, Soloni qo'shgan bo'lardim. Sizlar qanaqa qo'shiqda eshitgan bo'lardinglar? Agar razraботчик bo'lsanglar, qaysi qo'shiqda yoki qaysi xonandaning qo'shig'ini qo'shgan bo'lardinglar? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar.
Bu ham o'xsharkan. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Menda monetka yetmadi. Olib sinab ko'ringlar. Rostdan ham PUBG Mobile'da o'zbekcha musiqani fonga qo'ysa bo'lar ekan. Bratga ma'lumot uchun kattakon rahmat. Bu videoni tashlab bergan obunachilarimga ham kattakon rahmat. Mana ko'rdinglar bolalar, bugungi videomizda 4 ta lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Qaysi biri sizga eng yoqqani bo'ldi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Biz ham 10 mingta podpischik qilsak, juda ham xursand bo'lar edim. Esingizdan chiqmasa, bugungi videomizda ham ikkita 63 qo'yilgan. Bu esa o'tgan videomizda ikkita 63 g'oliblari. Telegram kanaliga kirsanglar, TDM turnir ham bo'lyapti. Undan ham yutib olishingiz mumkin. Agarda birorta o'rtog'ingiz umuman pul tiqmasa, yutishni xohlasa, bizni kanalni ko'rsatsanglar bo'ladi. Misol uchun har bitta videomizda kommentariyasida ikkita 60 va Telegram kanalimizda bitta 660 lik konkurs va TDM turnir bo'lyapti. Atiga 5000 so'm evaziga kirib, sizlar 55 ming yutib olishingiz mumkin. Telegram kanali silkasi kommentariyada yoki opsiyadan topishingiz mumkin. Tepadagi yozuvlar orqali ham kirsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.